Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun kiviski kotlet tayyorlaymiz. Video ko'rish davomida like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ichlari sochli, ustilari ko'mir bo'lgan kiviski kotletlarimizni birga tayyorlaymiz. Tovuq qiymaga evitilgan non, ta'bga ko'ra ziravorlar. Bir dona piyozni qirg'ichdan chiqarib sovolamiz. Men choperda aralashtirib oldim. Bir xil massa bo'ldi. Chesnok esimdan chiqqan ekan, sovordim. Ichlari mazali bo'lishi uchun sir yoki sariyog'dan foydalansanglar bo'ladi. Tuxum shaklidagi bo'lgan qiymamizni olib, ichiga sirimizni joylaymiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib olamiz. Qo'limizga yopishmasligi uchun qo'limizni suvlab shakl beramiz. Ustiga xohlasanglar nondan yoki batondan foydalansanglar bo'ladi. Men patir nondan foydalandim. Nonimizni kichkina kubik shaklida to'g'raymiz. Alohida idishimizga 2 dona tuxumni chaqib, ozgina tuz solamiz. Tayyorlagan qiymamizni tuxumga bulab, to'g'ragan nonimizni ustiga qoplaymiz. Balandroq olovda 2 tomonni qizartirib olamiz. Duxovkaga yarim soatga jo'natamiz. Yoniga garnir qilib, chiroyli qilib bezatamiz. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Ichlari shunaqa sochli, mazali bo'ldi. Like esdan chiqmasin.